Salom do'stlar, sizlar bilan Mirsuhrob. Bugungi videoroligimizda Vinisiusni qo'lga kiritish yo'llarini o'rganib chiqamiz. Hozirgi kunda sostavim shu tarkibda turibdi. Rashford ushladim. Shuning uchun yana ochmoqchiman. Ko'p o'yinchilarni ushlab chiqqanman. Endi open pakka o'tib turgan bo'lsak, hozir sizlar bilan elvalar bo'yicha Vinisiusni ushlashimiz kerak. Bu kartada 4 ta draft qani ketdi. Bo'lmasa birinchi yurmadi. Cho'ta netu. Xo'sh. Buchi. Yo'q. Vashiyda yurmayapti. Yana ochib ko'ramiz bolalar. Yo'q, yurmadi. Xo'sh, yana yo'q. Bu safar ham yurmadi. Yurdi. Fransiya. Alva. Kim bu? Duvemi? Yo'q, Duve bo'lsa ekan. Voy. Sanch Mahimi. Draftimiz qolmadi. Endi hozir admindan draft olamiz. Adminda o'yinchimiz nechta kun chiqar ekan do'stlar. Bitta draft ochib ko'ramiz. Hozir bu draftga Vinisiusni ushlab olsak, agar bori bolalar ishoninglar, baqirib yuboraman. Hozir endi ochib ko'ramiz. Babi yurmasa kerak. Yurdi. Cho'ta yurdi. Ishla. Ginga. Brazil. Real Madrid. Vinicius Junior bolalar. What the hell? Bro, Vinicius Junior'ni baribir oxirida comeback qilib chiqdik. Endi statistikalarga qaranglar. Juda zo'r. 5 ga to'g'ri oyoq. Elvada o'ynaydi. Elva wingeri. Hozirgi kunda o'zi shu Vinini hamma kartasi zo'r bo'lar. Endi men Vinini qo'yaman bolalar. Rashford turibdi-yu axir. Zaxira o'rindig'iga qo'yaymi? Vashiyda bo'lmasa ekan. Zaxira o'rindig'iga qo'ysak yaxshiroq bo'lsa kerak. Mayli babi Vinini kuchaytirib, keyingi videolarda addushi o'ynatamiz bolalar. Hozir bizga komment yozib, like bosib ketinglar. Yangi YouTube kanal albatta obuna bo'lib qo'yinglar. Vini hozircha zaxirada o'tirib turadi. Keyingi videolargacha ko'rishguncha sizlar bilan Mirsuhrob bo'ldi.